Bilasiz, ertasi test jo'natadi, pazar jo'natadi, tekshiruvga yo'qjoydan ishtirok olib ketadi, bizga minus bo'ladi, bilasiz. Tuman hokimligi tomonidan tuzilgan ishchi guruh tandirlarni buzib tashladi. Boshqa joyda edim-da, endi xabarim yo'qdi-da shu narsadan. Guruhda bo'lsam, guruhda 4 kishi borda, guruh rahbaridan so'raysiz. Endi Shahrixon tumanida tandir somsa yeya olmaysiz. Sababi tuman hokimligi tomonidan tuzilgan ishchi guruh tandirlarni buzib tashladi. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda Shahrixon tumani hokimligi rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan video va fotolar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Unda tuman hokimligi Hikmatullo Dadaxonov boshchiligidagi ishchi guruh tumanda joylashgan mehmon, bek, hammabob va 3 ariq oshxonalardagi tandirlarni buzib tashlayotgani aks etgan. Go'yoki tandirlar havo sifatini buzuvchi kattakon omil sifatida ko'rilgan. Vaziyatdan biroz o'tib Andijon viloyat hokimligi rasmiy munosabat e'lon qildi. Munosabatda yozilishicha, ushbu holat zudlik bilan o'rganilib, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan tuman hokimiga intizomiy jazo chorasi sifatida hayfsan berilgan. Mushtum holatni batafsil o'rganish maqsadida tadbirkorlar bilan telefon orqali gaplashdi. Lekin ularga yaxshigina bosim bo'lgan shekilli birortasi intervyu berishni xohlamadi. Aka, mayli edi, masalan, biz aytishimiz mumkin edi, shunchaki nimaga buzib tashlashni, ekologiyaga mas'ul yo'q deb gapirib berishimiz mumkin edi, lekin aka, bilasiz, baribir keyin qaysi tomonlama bizga yana qandaydir bosim bo'lmasin. Shuning uchun boshqa narsalardan test kelishimiz mumkin, bizga test jo'natish mumkin, keyin pazarga jo'natish mumkin, boshqa shtraflar qilish mumkin. Bilamiz, u bunaqa siyosatdagi, shuning uchun biz qo'yimiz aralashmaganimiz yaxshi. Hozir bitta narsasini bizga tandirimiz buzdi, balki shu 2 million 3 millionlik tandirimizni undirib olarmiz. Bilasiz, ertasi test jo'natadi, pazar jo'natadi, tekshir deydi. Yo'qjoydan ishtirok olib ketadi, bizga minus bo'ladi aka, bilasiz. Biz umuman foydalanmaganmiz. O'tgan ro'zada ishlatganmiz, xolos prosta ko'chada turadi, xolos u. Bir yildan beri umuman foydalanilmaydi bizda. Boshqa joyda edim-da, endi xabarim yo'qdi-da shu narsadan. Telefonimdan kamerani ko'rdim-da hozir. Huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev hokimga yengilgina chora ko'rilgani mayli o'z yo'liga, ammo hech qanday sud qarorisiz tadbirkorlar va fuqarolarning mulkiga zarar yetkazganlik holati nima bo'ladi? Bu bo'yicha ish ochilishi kerak emasmi? Zararni kim qoplab beradi? Axir gap bu yerda o'ta prinsipial masala, ya'ni erta-indin biz bayramini keng nishonlaydigan konstitutsiyamizda mustahkamlab qo'yilgan mulk daxlsizligi haqida gap ketmoqda-ku. Yoki bularning barchasi bitta uzr bilan unutiladigan gina qudratlarmi deya o'z kanalida post qoldirdi. Bloger Aqida xonim havoni ifloslantirayotgan katta zavodlarga kuchi yetmay, tandirga kuchi yetgan o'zbegim, bir gala ahmoqlar ichida qolib ketgandek his qilasan o'zingni deya yozib chiqdi. Tandirlarni buzish uchun shaxsan Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov topshiriq berganligi mana shu suratda aniq ko'rsatilib qo'yilgan. Tandir buzish tadbirlari faqatgina Shahrixonda emas, Xonobod shaharda ham amalga oshirilgan. Bu mavzu trendga chiqqach, Shahrixon tumani hokimligi shov-shuvli videosini Telegram sahifasidan olib tashladi. Keyinchalik boshqa tuman hokimlari Telegram kanallaridan tandirlar buzilayotgani aks etgan fotolar o'chirib tashlandi. Tadbirkorlarga yetkazilgan zarar miqdorini bilish va holat bo'yicha izoh olish maqsadida Shahrixon tumani ekologiya bo'lim boshlig'i Oygul Mamajonova bilan telefon orqali bog'landik. Unisini mendan so'ramaysiz. Ishchi guruhning rahbaridan so'raysiz. Kim ishchi guruh rahbari? Ishchi guruh rahbari ichki ishlarda-da. MCS rahbari ichki ishlar rahbari bo'ladi. Kimida Azizbek aka. Yo'q, siz baribir ekologiya rahbari sifatida shaxsan anaqa bo'lgansiz-ku, bu guruhda bor bo'lgansiz-ku. Guruhda bo'lsam, guruhda 14 kishi borda, guruh rahbaridan so'raysiz-da. Bo'lim boshlig'i ishchi guruh rahbariga bog'lanib ko'ring degan mujmal javob bilan cheklandi. Undan so'ng Shahrixon tumani hokimining birinchi o'rinbosari
Rahmatulloh Razzoqovdan ma'lumot olishga harakat qildik. Kechagi holat bo'yicha chiqayotgandim akajon. Mana tandirlar buzilganligi bo'yicha. Tadbirkorlarga yetkazilgan zarar nima bo'ladi endi, qoplab beriladimi? Aka, hozir yonimda odam bor edi, siz qilib yuboraman hozir 5 minutda. Lekin shundan so'ng birinchi o'rinbosar telefonini umuman ko'tarmadi. Tandir buzish tadbiri tadbirkorlarga hech qanday ogohlantirishsiz amalga oshirilgan. Hatto ichida somsasi bo'lgan tandirlar buzilgan. Bek oshxonasida ishlamay turgan tandir ham buzilgan. Tadbirkorga yetkazilgan ziyon kim tomonidan qoplab beriladi? Qonun ustuvor yurtimizda ko'ppa kunduz kuni tadbirkor mulkiga ziyon yetkazilmoqda. Tahririyat yetkazilgan zarar bo'yicha Andijon viloyat hokimligidan rasmiy munosabat kutib qoladi. Muhtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.